O'zbek xalqining eng sevimli shoirlaridan biri O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti yangiliklarni taqdim etishda davom etadi. Assalomu alaykum. Efirda Ramazon Najmiddinov. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektor vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov hamda ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorat kafedrasi mudiri Iqbol Melqo'ziyev institut hududida yangi kino pavilyon ochilishi bo'yicha fikr almashdi. Bundan tashqari institutning telekanal faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha ham kelishib olindi. Eslatib o'tamiz, ayni kunlarda YouTube tarmog'ida telekanal o'z faoliyatini olib bormoqda. Shuningdek, Achchiq choy nomli yangi eksklyuziv ko'rsatuvining dastlabki sonini suratga olish ishlari ham boshlab yuborildi. 14 fevral shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kun. Institut hududida ilmga chanqoq talabalar uchun yoshlar klubi tashkil etildi. Ushbu klubda ilm-fan sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va yangiliklardan boxabar bo'lish, maqolalar yozish hamda ularni mahalliy va xorijiy nashrlarda chop ettirish borasida ko'nikmaga ega bo'lish va boshqa bir qator yo'nalishlarda bilim olish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana bir xabar. Ovoz rejissyorligi va teleoperatorlik mahorat kafedrasi, ovoz rejissyorligi va kino-televideniya va radio ovoz rejissyorligi magistratura mutaxassisligi talabalari oliygohning Nukus filialida amaliyot o'tashdi. Toshkent shahar 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari hamda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabalari bilan hamkorlikda Milliy cholg'ular orkestrining qiziqarli konsert dasturi namoyishi bo'lib o'tdi. Konsert jarayonida maktab o'quvchilari institut orkestri jo'rligida milliy va xorijiy bastakorlarning sara asarlari ijro etildi. Bugun O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga Ozarbayjon Respublikasining bir qator davlat tashkilotlari mutasaddilari, Ferid Shahbozli, Islohotchi yoshlar ijtimoiy harakati hay'at a'zosi, Editor.az portali bosh muharriri, Ibrohim Mehdiyev, Ozarbayjon yoshlar fondi faxriysi, Hojboy Haydarli, Ozarbayjon matbuot shurosi, idora hay'at a'zosi, Efsiliddin Agalarov, yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yordam, ijtimoiy birligi a'zosi, Azxeber.com portali rahbari, Elisher Ahad, Tribuna portali rahbari, Mirposhsho Bayramov, Baku shahar ijro hokimiyati mas'ul vakillari tashrif buyurdi. Ushbu tashrif Ozarbayjonning O'zbekistondagi Haydar Aliyev nomidagi madaniyat markazi tomonidan tashkil etildi. Martabali mehmonlar O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektor vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov boshchiligida institutda faoliyat olib borayotgan Ozarbayjon madaniyat markazini, institut kino pavilyonini, o'quv studiyasi va boshqa diqqatga sazovor joylarda bo'lishdi. Shuningdek, mehmonlar O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning dars mashg'ulotlarida ham bo'lib, talabalarimizning aktyorlik mahoratiga yuqori baho berishdi. Bundan tashqari, uchrashuvda ikki tomonlama samarali ilmiy tadqiqot aloqalari va talaba almashinuvini ham yo'lga qo'yish bo'yicha ham turli kelishuvlarga erishildi. Hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Qaynoq yangiliklar bilan uchrashguncha omon bo'ling.